amaliyotda bizada o'z otasi qizini zo'rlaganlik holatlari, ya'ni misol uchun akasi bilan birga jinsiy aloqaga kirish holatlari. Gohida holatlar bo'ladiki, o'sha onalar misol uchun qizlariga dori berishadi, bolani tushuntirib yuborish uchun. Yosh qizchalar, hattoki 5 yoshli qiz ham homilador bo'lib qolganlik holat. E'tibor kamayganligidan jinoyat alomatlari ko'paygan deb o'ylayman. Ota-onalar e'tiborsizlik qilishadi. Birinchi sinf, ikkinchi sinf bolalarni ham avtobuslarga chiqarib yuborishadi. Maktabga yetib borasan. Bizda holat bo'lgan, aynan shu maktab bekatida bitta yolg'iz turgan qizcha o'sha odam kelib zo'rlab o'ldirib yuborgan. Kechki paytlarda uskunalar ishlab ketadi. Oldimizdan qanaqadir sharpalar o'tib ketgan holatlari. Ruhlarga ishonmaslik albatta odamning o'ziga xos. Men ularga ishonaman. Misol uchun ruh bezovta bo'ldi degan kinolar ham o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. O'sha tanani bo'laklab tandirga solib yoqib yuborishdi. Bu misol uchun vahshiylikning yuqori cho'qqisi. Spirtli ichimlik ichib o'tirishgan, o'rtoqlar uyida janjal chiqqan, butilka bilan boshiga bitta qo'yganda, keyin nima qilishni bilmaydi. Vannaga olib kirib, uni ham bo'laklaganda, keyin qirqqa tashlayman degan. Tashlash joyini topolmasdan pishirib yeyishdi. Ya'ni kannibalizm. Saidova Niyora Sabrijanovna O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Xadicha Sulaymonova nomli Respublika sud ekspertiza markazida laboratoriya mudiri lavozimida ishlab kelaman. Aynan mening faoliyatim 12 yildan beri DNK ekspertizasi bilan bog'liq. O'sha ekspertiza bilan bog'liq holatlar bo'yicha ekspertizalarni, mutaxassis fikrlarni bajarib, tegishli xulosa mutaxassis fikrlarni berib borish bilan iborat. Haqiqatan ham hozirgi kunlarda o'sha voyaga yetmagan qizlarni homiladorlik holatlari, o'sha yoshlarga nisbatan nomusga tegish holatlari juda ham ko'p uchrab turibdi. Bizlar amaliyotda ham DNK ekspertiza tayinlaganda tayinlamagan holatlar qancha? Ya'ni tayinlamagan holat deganda biz aytishimiz mumkinki, oilada agar ichki nizo bo'yicha shunaqa holat kuzatilsa, amaliyotda bizada o'z otasi qizini zo'rlaganlik holatlari. O'gay otaga misol uchun gohida ekspertlar aytadi, o'gay ota-ku qarindosh emas deb. Haqiqiy o'zini otasi zo'rlash holatlari ham kuzatilgan. Misol uchun akasi bilan birga jinsiy aloqaga kirish holatlari. Shunaqa paytda gohida oiladan chiqmasin, misol uchun ertaga sharmanda bo'lmaylik deb onasi ham gapirmagan holatlar bo'lishi mumkin. Bizgacha yetib keladigan holatlar bor ham aynan shun bo'yicha. Bizda buni aytishimga sabab bor, chunki tayinlaganda ham aytishgan, bilgan edim shunaqa holat bo'lganligini, ya'ni misol uchun o'z haqiqiy otasi qizi bilan muntazam ravishda shu jinsiy aloqa qilib yurgan. Ona bilgan, aytmagan. Bittasi umr yo'ldoshim, ikkinchisi farzandim. Mahalla ko'yda menga nima deyishadi, ish chiqarsam deb. Oxir-oqibat homilador bo'ldi qiz, voyaga yetmagan, hali 16 yoshga ham kirmagan yosh qiz. Homilador bo'lgandan keyin baribir shifoxonaga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Shifoxonada esa voyaga yetmagan qizni homiladorlik ko'rgandan keyin albatta ichki ishlar idoralariga murojaat qilinadi. Holat aniqlanadi. U bo'yicha jinoyat ishi ochilishi kerak. Nima sababdan shunaqa bo'lganligi bo'yicha. Gohida bo'ladiki, hali homiladorlik paytida ichki ishlar idoralari vakillari qatnashishadi. Misol uchun tergovni olib boradi, abort qilinadigan bo'lsa, homilasi tushiriladi, keyin ekspertiza tayinlanadi. Gohida holatlar bo'ladiki, o'sha onalar misol uchun qizlariga dori berishadi, bolani tushuntirib yuborish uchun. Lekin baribir u o'sha qizlarning organizmiga ziyon. Chunki u birinchi homiladorligi va hali organizm tayyor emas edi homiladorlik bo'lishiga. Shu holatda dori ichib, uni tushuntirgandan keyin ertaga u hayotni qanaqa kechiradi? Homilador bo'la oladimi, yo'qmi? Ertaga turmushga chiqa oladimi yoki yo'qmi? Bu holatlarga nisbatan e'tibor yo'qolib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun oilalar faqatgina shu mahalla ko'ydagi gap so'zlarga qarab, ichki oiladagi muammoni chiqarmayman deb qaytanga uni avj olishiga sabab bo'lishi mumkinligini ko'rishimiz mumkin. Bizda shunaqa holatlar bo'lgan, ya'ni yosh qizchalar, misol uchun hattoki 5 yoshli qiz ham homilador bo'lib qolganlik holat, nomusga tegganlik ishlardan keyin. Albatta uni boshdan ko'chira olmasdi. Hayotdan ko'z yumishiga to'g'ri kelgan. Lekin bizda o'sha ekspertiza tayinlangan paytda ashyoviy dalil keladi bizga. Misol uchun qizchani o'zicha olib kelmaydi. Kichkina qizlarni ko'yniklarini, kiyimlarini olib kelishadi, hamma yog'i qon, yirtilgan. Unaqa holatni ko'rib
biza o'sha ishni boshlashdan oldinchi xayolimizdan o'tadi, shu vaziyat qanaqa bo'lgan ekan, qizcha nimani ko'p boshdan kechirgan shu paytda. Agarda juda kichkina bo'lsa, to'g'ri balkim tushunmas. Sal misol uchun 5-6 yoshdan keyin ular уже dunyo qarashi o'zgaradi. Dunyoda nima bor? Misol uchun ota-ona kim, begona odam, shaxs kim degan narsalar o'rgatiladi ota-ona tomonidan. O'shandan keyin o'sha nomusga tegish ishi amalga oshirilgandan so'ng ular hayotga qanday qarashni boshlaydi bundan keyin, tirik qolgan taqdirda ham. Bunaqa holatda biz bilamizki, o'z tegishli idoralar bor. Ya'ni psixologik jihatdan ularni shu keyingi hayotga to'g'irlash bo'yicha, ya'ni o'sha holatni esdan chiqarish bo'yicha. Lekin u narsani chiqarish imkoniyati yo'q. Biz misol uchun yoshligimizda ham kinolarni ko'rardik. Misol uchun shu Amerika Qo'shma Shtatlarnikini, Yevropalarnikini shu nomusga tegish ishlari bo'ladi. Shu jabrlanuvchilarni qanaqa qilib yangi hayotga qadam bosayotganligi bo'yicha. Lekin yosh bolalarnikini kam ko'rsatishadi. Chunki bu juda ham achinarli holat. Chunki uni hayotga moslashib ketishi qiyin. Bitta kino bor edi, xuddi shunaqa holat bo'yicha, ya'ni uydagi oila a'zolari nomusga tegganligi uchun qizchani. Undan keyin u qiz hayot shunaqa bo'lishi kerak deb o'ylab ko'chaga chiqib ketgan. Ya'ni hamma bilan erkaklar bilan yurishni boshlagan. Ya'ni hayot mana shunaqa ekan degan tasavvur paydo bo'lgan. Ya'ni uni tasavvuri juda ham aynan shu stress holatiga bog'lanib qolgan. Bu narsaga misol uchun urg'uni ko'paytirish kerak. Ya'ni ichki nizolar bo'lgan paytda biz misol uchun imkoniyat bo'ladigan bo'lsa iltimos qilardikki, mahalla ko'yini e'tiborliroq bo'lish kerak. Misol oilada qanaqa muammolar bo'lyapti, qanday muammo bo'lishidan qat'iy nazar uni hal qilishga birgalikda. Misol uchun agarda xuddi shunaqa jinoyatga aloqador birorta holat bo'ladigan bo'lsa, mahallaga chiqish, mahalla tegishli idoraga murojaat qilinadi, yordam beriladi. Balkim o'sha jinoiy alomat paydo bo'lishidan oldin uni oldini olish imkoniyati yaratilar. Shunaqa holatlar bo'yicha. Bizga kelayotgan ishlardan ko'rishimiz mumkinki, ota-onalar farzandlariga nisbatan e'tibori kamayib ketgan. Ya'ni misol uchun ota-onalar ishda farzandlariga telefonlar berib qo'yadi, telefonda internetga kirishadi, har xil videolarni ko'rishadi. O'sha asosda ularda boshqacha fikrlar paydo bo'ladi dunyoga. Ya'ni o'sha Yevropaga xos bo'lgan fikrlar paydo bo'lishni boshlaydi va maktab yoshli qizlarni ko'rishimiz mumkin. Bemalol shu bizga homiladorlik bo'yicha aniqlanganda, ekspertiza tayyorlanganda ko'ramizki, o'sha suhbatlar bo'yicha, ko'rsatma berganlik holatlari bo'yicha shu sinfdoshlari bilan birga yurgan, jinsiy aloqa qilib yurishgan, ko'chadagi begona tanishlar bilan yurgan va ular uchun bu bemalol holatdek qabul qilishadi. Chunki o'sha telefonida, internetda, kinolarda shu narsani ko'rishyapti. Bizlar yoshligimizda misol uchun ota-onalarimiz televizor ko'rsatishmasdi. Misol uchun multfilm ko'rsang, mana multfilm ko'rgin, yoshlarga tegishli bo'lgan multfilm ekan, bo'ldi. Qolganini o'qishlikni qilgan derdi. Misol uchun hozir biz minnatdormiz shuning uchun. Hozirgi yoshlarni ham xuddi shunaqa tarbiyalaymiz. Kichkinalarga tegishli bo'lgan misol uchun multfilmlar bo'ladigan bo'lsa, kinolar bo'ladigan bo'lsa ko'ringlar. Undan tashqari chiqayotgan bo'lsa, bo'ldi, bu sizlarga tegishli emas. Bekorga kinolarda 0+, misol uchun 16+, 18+ deb yozib qo'ymaydi. Sadaqat mentaliteti bor, unga tegishliligi bor, O'zbekiston milliy kinolarimiz bor, ularni ko'rish mumkin. Aynan shu jihatdan ota-onalar e'tiborni kamaytirib qo'ygan. E'tibor kamayganligidan jinoyat alomatlari ko'paygan deb o'ylayman. Qizlarning ham o'sha bemalol yurishi tashqarida, ochuv-sochuv yurishi, bolalar bilan bemalol quchoqlashib yurishi, bu misol uchun bizning mentalitetga to'g'ri kelmaydi. Ular esa hammasini to'g'ri deb qabul qilishyapti. Bundan keyin nima bo'ladi? Ekspertiza tayinlanadi, ekspertizasi. Ya'ni homilador bo'lib qoladi. Homiladorlik voyaga yetmagandan aniqlangandan so'ng tegishli modda bilan jinoyat ishi qo'zg'atiladi. Bizning qonunchilik bo'yicha bola tushirtirilishi kerak. Ya'ni abort qilinadi. Abort qilingandan keyin biz abort materiali bilan ishlashimiz mumkin. Otasi kim ekanligini aniqlashda. Lekin odam organizmiga ham ziyonli qizchanikiga. Keyingi hayotiga ham xuddi shunaqa ta'sir qilish ehtimolligi bor. Bizda afsuski, misol uchun o'sha pedofillarning ro'yxatlari, ma'lumotlari tarqatilmaydi. Chet elda bor shunaqa narsa, misol uchun televideniyada yoki o'sha maxsus kanallar orqali, misol uchun mana shu pedofillar, ehtiyot bo'linglar, maktablarning atrofida yurib qolsa, mabodo xabar beringlar deb ustozlarga aytadi.
bizda unaqa amaliyot kuzatilmaydi, lekin o'sha hayotda uchrab turadi. Bizga ham keladi. Ikkita hamcha holati bo'lgan, ya'ni o'sha domini uyga kirayotgan paytda liftda orqasidan kirib kelganda buzuq harakatlarni qilgan. To'g'ri, просто buzuq harakat qilib hamma yog'ini ushab, mana shunaqa harakatlarni qilgan. Qizni yarim yechintirib bu qilib turib, misol uchun lift ochilgan paytda keyin yugurib chiqib ketadi. Shunaqa holati bo'yicha birinchi tomoni agarda misol uchun jinoyat ishi ochilishi o'shani topish uchun ham, misol uchun kamera ishlamaydigan bo'lsa, podyezdda yoki liftda ham hujum qilgan odamni topish qiyin. Va agarda u o'zini biomaterialini qoldirmagan bo'lsa, uni identifikatsiya qilish ham qiyin bo'ladi. Gohida shunaqa holatda bo'ladiki, qiz qo'rqqanidan, misol uchun kiradida, kiyimlarini ham tashlab yuboradi, yuvishga o'zi ham cho'miladi, esdan chiqarishga harakat qiladi. Bunaqa holatda, misol uchun biologik material asosida uni qidirib topish ham ehtimolligi kamayadi. Ushagan joyida DNK qolish ehtimolligi bor. Oddiygina qo'l kiyimini ushagan holatda. Endi 50-50, lekin baribir uni tadqiqot qilib, tekshirib ko'rish ehtimolligi bor. Ko'chalarda ham xuddi shunaqa. Oching yosh qizdagi e'tiborliroq bo'lish kerak. Yuqorida aytganimdek, o'sha ota-onalar e'tiborsizlik qilishadi. Birinchi sinf, ikkinchi sinf bolalarini ham avtobuslarga chiqarib yuborishadi. Maktabingga yetib borasan deb. Misol uchun o'zim ham kuzataman ularni. Kichkina bolalar, qizchalar ham sumkalari bilan ko'chada yugurib yurgan bo'ladi, maktabgacha borib olishga. Maktab atroflarida aynan yurishadi ular. Bizda holat bo'lgan, aynan shu maktab bekatida bitta yolg'iz turgan qizcha, birinchi sinf qiz edi menimcha, o'sha odam kelib zo'rlab o'ldirib yuborgan, yo'qotish uchun izini. Shunaqa holat bo'lishi mumkin. Misol uchun uni kuzatish kerak, kichkina bola, ma'lumot bera olmagan, o'sha paytda bekatda atrofda hech kim bo'lmagan. Shunaqa holatlar ham kuzatib turiladi bizda. Bizda binoyimizni ko'rgan bo'lsangiz, bizda alohida binoda o'tiradi laboratoriyada ekspertlar. Ya'ni tashqaridan kiruvchi shaxslar bilan hech kim muloqot qilinmaydi. Telefon raqamlari ham berilmaydi. Bizda faqat shu uyali telefonlar bor, shaharniki. O'shalar orqali suhbat qilinadi. Agar nima bodiki qasdda ekspert bilan suhbatlashmoqchi bo'lsa, u albatta ichki raqamni bilish kerak. Umumiy mudirga tushiriladi. Ochib mudir ular bilan umumiy ma'lumot berish kerak. Bizda ekspert mustaqilligi prinsipi hech qachon buzilmaydi. Chunki biz biolog sifatida, yuqorida siz ham aytganingizdek, biologik materialni yo'qotish juda qiyin. U bo'yicha biz ishlaganimizdan keyin baribir o'sha ma'lumotni biz beramiz. Bizdan keyingi ishlagan ekspert ham beradi. Biz ham ko'ngil xotirjam ahvolda shuning uchun ham aytamiz. Mana xulosamizni xohlasangiz boshqa laboratoriyada O'zbekiston ichkarisida yoki bo'lmasa chet elga ham borib, ularning laboratoriyalarida ham, chunki u yerda xususiy laboratoriyalar juda ko'p, u yerda ham tekshirib kelishingiz mumkin. Bemalol, chunki bizani ko'nglimiz toza bo'lib boradi. Tekshiruv narxlari bizda tekshiruvchi shaxsga taqdim qilinadigan namunaga va qo'yiladigan savolga bog'liq. Ya'ni eng oddiy deb qaraydigan bo'lsak, otalik faktini aniqlash bo'yicha narx, ota bilan farzand namunasi taqdim qiladigan bo'lsa, qonunga so'ray namunasi va bitta shu otalik savoli hal qilinayotgan paytda 3.337.200. Ya'ni o'shanda agarda ona ham namuna topshiradigan bo'lsa, bitta savol, otalik savoli faqat ona namunasi ham qo'shiladigan bo'lsa, o'sha 4.902.800. Ya'ni oshib ketaveradi. Otalikni aniqlash bo'yicha belgilab qo'yilgan narximiz mavjud emas. Bizda albatta shu odam sonidan, biologik material xilidan, savollar sonidan kelib chiqiladi umumiy jihat. Bizda faqat qon so'lak emas, boshqa biomateriallarni ham olib kelish mumkin. Misol uchun soch bo'yicha tekshiruv o'tkazamiz deb. Soch bo'yicha tekshiruv qiyinroq. U bo'yicha boshqa metodikalar ishlatamiz. Sarf materiallar ham ko'proq bo'lganligi uchun uni narxi ham yuqoriroq. Bu bilan sochniki aniqroq yoki qonniki aniqroq degan xulosa kelib chiqmasa kerak. Hammasiniki bir xil, lekin ular bilan ishlash usullarimiz har xil. Biz faqatgina shu ishlash usulidan, ularga sarf materialdan kelib chiqqan holatdagi narxni belgilaganmiz. Qaysi biomaterialdan foydalanish u ahamiyatsiz. Har qanday materialdan foydalanishdan qaytganda baribir natija bir xil chiqadi. Ya'ni odamda hamma hujayralarda DNK bir xil. Ish faoliyatimning boshida bunaqa holatlarni har bittasi juda og'ir ta'sir qilardi. Misol uchun bitta ikkitasi emas, har bitta holat kuniga bizda nechtalab ish o'tadi.
sezishni boshladimki, men o'z hayotim bilan yashamayapman. Men faqatgina shu ishxonadagi bo'lgan voqealarni hayolimda o'tkazib bilan ovora bo'lishni boshladim. Misol uchun o'tgan ketganga qarab, misol uchun taksida chiqqan paytda taksi boshqa tomonga burib yubormasmikan, nimaga to'xtadik, nimaga bu tomonga burildik. Baribir hamma narsa xayoldan o'tadi. Ish ko'payib ketgan paytda ish qolib ketamiz. Kechki paytlarda uskunalar ishlab ketadi. Oldimizdan qanaqadir sharpalar o'tib ketgan holatlari. Biz endi faoliyatim 10 yildan oshgan, hozirgi yoshda ko'nik olmaydi bu narsaga. Endi men odatiy qabul qilaman. Misol uchun mabodo shunaqa bo'lsa. Chunki yaqinda ham ish olib borayotgan paytimda oldimda sherigim bor deb o'ylayman-da. Endi birgalashib uskunaga narsa qo'yayotgan edik. Gapirib yoningizda odam turgan paytda sezasiz-ku, odam turganligini his qilasiz. Xuddi shunaqa his qilib ishlab turib, shunday qarasam hech kim yo'q ekan. Lekin haqiqatdan uni sharpasini ham ko'rdim-da, shuncha odam turgan deb o'ylab turib. Hazil qilib, bo'pti, hozir chalg'itmagin meni, keyin hal qilamiz ishini dedimda, xonadan chiqib ketdim. Bizning bitta xodimlarimiz bor, juda ham qattiq qabul qiladi bu narsani. Misol uchun qanaqadir shovqinlar bo'lsa, nima ekan deb qo'rqishni boshlaydi. Misol uchun uskuna ishlayotgandir deyman. Sharpa bo'lsa nima qilibdi, senga ta'sir qilmaydi-ku deb hazil qilib qo'yamiz. Baribir ham bu narsani inobatga olishimiz kerak. Bizning ish faoliyatimizda jinoyat ishlari bo'yicha tayinlangan ishlarda bizda misol uchun murdalar yoki o'sha qotillik alomatlari bilan ashyoviy dalillar kelayotgan bo'lsa, baribir aytadiku ruh bezovta bo'lyapti degan so'z qilinadi. Chunki uni ishi ochilishini talab qiladi. To'g'ri ochilishini. Biz ham aynan shuning uchun ham ishni oxirigacha yetkazishga harakat qilamiz. Ko'pincha tergovchilar aytadi, bir marta ishlab qo'ydingiz, yaroqsiz deb beryapsiz deb. Yo'q, biz qayta ishlaymiz. Bilmaysizki, kechalari bilan shu belgilangan muddatdan oshiq bo'lsa ham biz muddat so'raymiz-da, ko'proq muddat bering, yancha boshqacha usullar bilan ishlab ko'raylik. Biz ham shu tegi yetmoqchimiz. Haqiqatdan vaziyatga aniqlik kiritmoqchimiz. Misol uchun hodisa sodir bo'lgan joyda qanaqadir biologik iz aniqlangan bo'lsa, agar ishni ochishiga, o'sha qotilni aniqlanishiga yordam berishi mumkin bo'ladigan bo'lsa, biz o'sha ma'lumotni berishga xohlaymiz. O'shanda misol uchun ruh ham tinchlanadi, bemalol tinchlangin deb ichimizda aytib qo'yamiz. Chunki baribir ham bu albatta yondashuv. Misol uchun ruhlarga ishonmaslik albatta odamning o'ziga xos. Misol uchun men ularga ishonaman. Birgalashib ishlab ketamiz deb qabul qilaman. Ko'pchilik aytadi, bu o'zing misol uchun yaratyapsan, oddiy shovqinlardan deb. Lekin tinch turgan xonada o'z-o'zidan uskuna ishlab ketish bu holati g'ayritabiiy deb qabul qilinadi. Bu ham dunyo qarashida kim qanaqa qabul qilishiga bog'liq. O'shaning uchun biz ham imkon qadar tezroq shaxsni aniqlanib, janoza o'qilishini xohlaymiz ish bo'yicha. Misol uchun ruhi tinchlanishi uchun, bezovta bo'lmasligi uchun. Misol uchun ruhi bezovta bo'ldi degan kinolar ham o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Lekin men bu borada mutaxassis emasman, men bu to'g'ri ayta olmayman. Bu baribir ham meni fikrim. Bu misol uchun 2-3 odam fikri emas, o'zimning fikrim sifatida qabul qilaman faqat. Hech kim u narsaga da'vat qilmayman, lekin misol uchun meni qarashim. Bitta holat bo'yicha uydagi o'zaro nizo bo'yicha endi nizo chiqqan, zarba berilgan boshga, odam o'lyapti. Endi murdani yashiraman-da, bo'linglar. Yopadigan esimdan chiqib qoldi. Tandir, o'sha tanani bo'linglar, tandirga solib yoqib yuborishgan. Ya'ni o'shanda bizda kuchli olov bo'lganligi uchun bizda identifikatsiya ma'lumotlarini beruvchi material juda kam kelgan. Lekin misol uchun odamga shunday qaraganingizni, ayrim holatlarda odamlar hayvonlarni ham o'ldira olmaydi. Yoki so'yish kerak bo'lsa, qassobning o'z ishi bor, u qassobligini qiladi. Yoki menga birorta hayvonni beradigan bo'lsa, men uni so'ya olmayman. Tirik jonzot deb qarayman. Lekin odamga nisbatan tasodifan urush janjaldan keyin, misol uchun zarbadan keyin o'lib qolgandan keyin uni bo'laklab o'tirish bolta bilan, sekinlik bilan uni qanchadir muddat bo'laklagan. Bu misol uchun vahshiylikning yuqori cho'qqisi. Bundan tashqari shunaqa holatlar bo'lgan edi bizda amaliyotda.
xuddi shunaqa ichkilikka berilishgan, spirtli ichimlik ichib o'tirishgan, o'rtoqlar uyida janjal chiqqan, butilka bilan boshiga bitta qo'yganda, keyin nima qilishni bilmaydi. Vannaga olib kirib, uni ham bo'laklaganda, keyin qirqqa tashlayman degan. Tashlash joyini topolmasdan pishirib yeyishgan. Ya'ni kannibalizm ketgan. Bizga o'sha oshxonadagi jihozlar bilan birga o'sha pishgan go'shtlarini, odamni yuraklari, shunaqalarni olib kelishgan. Mana O'zbekistonda bosdik biz ham shunaqalarni aniqladik. Deb haqiqatan ham shu odamga tegishli bo'lgan. Muhokama qilishganda o'zimizda ham bor ekan. Bor, uncha ko'p bo'lmasa ham, lekin unaqa holatlar uchrab turadi. Xudo uchun bizni orqadan kimdir bergan, qanchadan beri ko'rinmayapti. Shu tanishning uyiga kirib ketgan edi. Deb kirgandan keyin shu vannasi yaxshi yuvmagan qon, stol usti shunaqa bo'laklari bilan orada suyagini berib yuborgan odam suyagini, shu qo'lida kuchuli g'ajib yurishgan odam suyagini. Ularni ham biz olib keltirganmiz. Bu shu vahshiylikni yuqori darajalaridan biri. Bunaqa narsalarni ko'rganda biz aytamizki, bular insoniylikni yo'qotgan. Ko'pincha aytadi-ku, shaytonga erk beribman deb shu paytda deydi. Hop, erk bergan paytda bir soniya erk berganda, bir soniya adashgandir. Lekin undan keyin qilayotgan harakatlari o'zini qarorlari hisoblanadi. Hozirgi aytganimdek, amaliyotda bizda jinsiy erkinlikka qarshi jinoyatlar ko'payib ketgan, nomusga tegish jarayonlari va aynan prokuratura idoralari bularni tergov jarayonlarini takomillashtirish, bularni oldini olish mexanizmlarini ishlab chiqish uchun ichki ishlar idoralaridan prokuratura shu tergov jarayonini, ya'ni jinsiy erkinlikka qarshi bo'lgan jinoyatlarni o'z qo'l ostiga olishmoqda. Bu bo'yicha yaqinda tegishli qarorlar qabul qilingan va ishlar boshlangan. Biz umid qilamizki, endi o'sha O'zbekiston hududida xuddi shunaqa ishlar kamayadi deb